Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi o'rnatgan eshik derazalarimiz. Hop, 3 ta deraza, 3 ta eshik bo'ldi. 1.22 ga 1.80 lik. Bo'yi 1.80 lik, eni 1.22 lik. Oynasi oq, oddiy bo'ldi, shaffof oyna derazalardagi. 2 qavatli oyna bular. Ikkala tomondan ochilish. Mana bu oynamiz oq gulli oyna, qalampir gulli deydi. Bu profilimiz qizg'ich. Zolotoy dub akfa, toza akfaning o'zidan qilingan. Hop, eshigimizning tepasi 2 qavatli oyna, eshikning qanotini o'zi 1 qavatli. Чтобы sal yengilroq bo'lsin deyilgan maqsadda qilingan. Eshikning ochilishlari juda ham yaxshi. Mana bu yerlarga vodostoyka rezinka qo'yilgan. Rezinkasi bor. Yopganingizda o'sha rezinkaning ovozi eshitiladi. Bu yerdagi derazamiz ham xuddi shunday. Bu uylar bitta uyda bitta deraza bo'lgani uchun ikkita tomondan ochilish bo'lgan. Oynalar o'sha terlamaydigan 2 qavatli oynadan yaxshilab narsa qilganmiz. Bu eshigimiz ham o'rtasi gulli. Bu o'rtasi gulli. Bu holati ham. Hop, bu uyimizda derazasi gulli bo'lgan. Bitta o'zi alohida bo'lgan. Eshikniki ham gulli, ikkala tomoni. Buni pasti, mana pramugadan pasti gulli 2 qavatli oyna bo'lgan, tepasi o'sha gulsiz yorug' tushib turadigan holat bo'lgan. Ichkaridagi holati bilan ochilishlarini ko'rsatsak, hop, bunimizning ochilishi o'rtada portichka qo'ydirishmadi, o'sha zakasga bo'lgan o'zlari qanday bo'lishini xohlashgan, shunday qilib berganmiz. O'rtada ko'pchilik ikkita tomoni ochilishlikda o'rtasida portichka bo'ladi. U portichkadan ko'p havo aylanmaydi. Shuning uchun ikkala tomondan ochilish qilib qo'yilavergan. Shu derazalarda ruchkasi oddiy sherda ruchkasidan, okonning ruchka, eshiklarimizniki akfanikini o'zidan oddiy sher ruchka chiqarmay qo'yapti, tov bo'lmayapti. Eshiknikini akfani o'zinikidan. Eshiklarimiz endi hozircha sal qattiqroq tortib yopadigan bo'lib turibdi. Sababi rezinkalari o'sha hali ichkariga kirib narsa qilib yormagan, hozircha bosilmagan. Shuning uchun sal qattiqroq yopib turiladi. Sekin-sekin bu miyaqilashib, o'zgarib yaxshi bo'ladi. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan eshik derazalarimiz mana shu. Buni summasi 10 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Egasi bilan dogovorlashgan seniyamiz shu narsa bo'ldi. Hop, ozmuncha o'tib bergan yerimiz bor. O'tib berganimizdan tashqari biz o'sha dogovorlashib olib kelib bergan summamiz 10 million so'm pul. Ko'pchilik narxini har bitta videoda aytib o'tyapmiz. O'sha batafsil videolarni ko'rib chiqsalaring, hammasida narx bor videolarimizda. Tagiga yozib qo'ymaganimizning sababi o'sha videoni bemalol ko'rishlaring uchun yozib qo'ymayapmiz videolar tagiga. Har xil telefon nomerlari, pullarni yozganimiz yo'q. To'liq videoni ko'rsalaring, kitobi tushunishlaring oson bo'lsin deb qilayotgan yerimiz. Xo'p. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.